Farzandingizni xayoli bir joyda emasmi? Injiq va qiziqar bo'lib qolgan. Nima qilishni bilmayapsizmi? Katta ehtimol bilan farzandingizda o'smirlik davri inqiroz kechyapti. Ushbu davrda ota-onalarimiz quyidagi ishlarni albatta amalga oshirishi lozim. Birinchi navbatda farzandingizni tinglang va uni tushuning. Albatta sizni farzandingizni tushunishingiz va tinglashingiz farzandingiz bilan ishonch aloqalarini mustahkamlashingizga yordam beradi. Ikkinchi navbatda farzandingiz uchun xavfsiz va ishonch muhitiga aylaning. Farzandingiz sizning oldingizda o'zini xavfsiz va ishonarli joyda his qilishi lozim. Uchinchi navbatda farzandingiz va o'zingizni shaxsiy chegaralaringizni belgilang va uni hurmat qiling. To'rtinchi navbatda farzandingizning mustaqil fikri hamda ijobiy xulq-atvorini rag'batlantiring. Beshinchi navbatda qarama-qarshiliklarni muloyimlik va bosiqlik bilan hal qilishga o'rganing. Hurmatli ota-onalar, va 6-navbatda unutmasligingiz lozimki, bu davr vaqtincha. Shunday ekan, mana shu davrda biroz sabrli bo'ling.